Farangiz qovoq o'ymagan. Men u bilan umuman ishim yo'q. Nega u bu yerda? Jamila opa qanalar? Shaxsiy sabablarga ko'ra ishlolmasligini aytdi. Bu qiz tanishi ekan. O'rnimga ishlasin deb iltimos qildi. Yo'q deya olmadim. Shahzod Farangizga tushuntirib berdi. Shu ketishi bo'lsa, hali ancha ishsiz yuradi. Ishini qilish o'rniga yoqimtoy boshliqlari bilan bir umr suhbat ko'rishni orzu qilib yursa, kim uni ishlatadi? Farangiz chuqur nafas olib chiqardi-da, ko'rsatkich barmog'i bilan eshikni ko'rsatdi. Hoziroq uni ishdan bo'shatmasangiz, siz bilan ajrashaman. Kerak emas bunga butun hayolim. Kotibasini yoqimtoyi u bilan nima qilyapti ekan deb ich-etimni yeb o'tirish. Farangiz oshirib yuboryapsan. Shahzodbek qizni tinchlantirishga harakat qildi. Uni sekin bag'riga bosdi. Menga sendan o'zgasi kerak emas, bilasan-ku. Asabiylashishingga arzimaydi. Ham bu senga mumkin emas, dedi. Mumkin emas deysiz-ku, asabiylashishga sabab bo'lgan qizni bo'shatmayapsiz-a? Farangiz uni bag'ridan chiqib gapirdi. Men gapimni aytdim. Yoki kotibangiz, yoki biz, dedi. Shahzod qizni bag'riga bosib, albatta sizlarda yagonam. Hozir aytaman, ertadan ishga kelmaydi. Seni taksiga chiqarib yuboraymi? Dedi. Yo'q, siz bilan ketaman. U shu yerda ekan, ketganim bilan xayolim shu yerda qoladi, dedi. Farangiz o'zidagi o'zgarishlar sabab ikkilanib tekshirib ko'rdi va yangilik borligini bildi. Bir haftadirki oila a'zolariga qanday aytishni bilishmaydi. Gapga usta hazilkash Shahzod ham shu gapga kelganda unda ham tortinchoqlik borligini bildi. Ammo Farangizni boshqalarga sezdirmay juda avaylaydi. Bu xabarni eshitgandagi quvonch cheksiz edi. Farangiz Sadiyani og'zini poylab yuribdi. Balki birga aytarmiz deb. Bugun Mehribonuni shifokor haqida aytgan gapini eshitdi. Sadiya tortinayotganini bilib, atay Shahzod akamni oldiga boraman deb shu yerda qoldi. Mana endi qolganiga shukr aytib o'tiribdi. Sadiyam, menga nimadir demoqchimisan? Sherzod kechki ovqatdan so'ng xonalarga cho'kkach, o'ziga qarab qo'yayotgan ayolidan so'radi. Ha, haligi Sherzod aka, sizga bir gapim bor edi. Sadiya tutila gapirdi. Gapir Sadiyam, quloqim senda. Meni doim yaxshi ko'rasizmi? Ha, shubhang bormi? Har qanday holatimda hamma. Sadiya, issig'ing yo'qmi? Doim sevaverasizmi? Sadiya, asabimga tegishni boshlayapsan. Chaynalmay gapirgin. Sherzodbekni toqati toq bo'la boshladi. Semirib ketsam ham yaxshi ko'rasizmi? Sherzodbek ko'zlarini yumib chuqur nafas olib chiqardi-da, Sadiya, men seni oddiyliging, kamgapliging uchun e'tiborim tushib yoqtirib qolganman. Bilsam sen hamma gaping ichingda ekan. Bu ham mayli. Oxirgi paytlar juda qizg'onchiq, urushqoq bo'lib ketyapsan. Kecha xizmatchini deb kechasi 12 gacha quloq miyamni yeding. Bu ham mayli. Endi chaynalib asabimga tegyapsan. Shart gapir chaynalmay. Yoki tahdidlarimni sog'inib qoldingmi? Xo'p, aytaman. Avval xizmatchi qizni ishdan bo'shattirasiz, dedi. Ey Xudo, ikkinchi qismi boshlandi. Yer yutsin shu xizmatchini. Xotinim asablarimni yeb bitirdi o'shani deb. Sherzod osmonga qarab, ikki qo'lini yozib gapirdi. Ajab bo'lsin. O'zingiz boshladingiz. Nega uni gapirdingiz? Men u haqda gapirmagandim hali. O'zi sizga qarashlari asablarimni yeb bitirdi. Kiyimingizni chuqur hidlagani asablarimni yedi. Endi siz boshlang. Nega u haqda gapirasiz? Men Sadiya. O'qishga otlangan qizlarni turmush o'rtoqlari o'zimiz tashlab qo'yamiz deyishgani sabab eshik oldida kutib turishardi. Aka, bular hali chiqadiganga o'xshamaydi-ku. Majlisim bor. Bugun kotibam ham kelmaydi. Betoqatlandi Shahzod. Kotibanga nima qildi? Sherzod savol berdi-yu, ruxsat so'ragandirda degagina gapirdi. Sen ketaver, men tashlab qo'yaman ikkisini. Farangizga va'da bergandim. 10 daqiqa kutaychi. Sen kutarsan, ammo meni sabrim tugadi. O'zim chaqirib chiqaman, deya uy ichiga kirib ketdi. Men ham kirsammikin deya ukasi ham birozdan keyin uni ortidan kirdi. Sadiya, oynaga yopishib qoldingmi? Sherzod eshikdan kirib Sadiyani chaqirdi. Zalda ikki ovsin birga kulishib kelishardi. Endi zinaga yetishganda bu yoqdan xizmatchi qiz chiqdi-da, Sherzodga urilib ketdi. Uni qo'llaridan tutib, yiqilishdan o'zini saqlab qoldi. Sadiya, men sizga nima degandim? Bu qizni ko'zi o'ynoqi. Sherzod akani qo'lini qo'yib yorgisi yo'q, qarang.
yaqinda bundan battarni qiladi. Farangiz lipillab turgan shamga benzin sepganday gapirdi. Bunda tabiiyki Sadiya bamisoli yondi. Tez zinalardan tushib ularni oldiga bordi. Albatta u kelguncha shunday turishgani yo'q. Sherzod tez qo'lini tortib olgandi. Sen nega meni erimni qo'lidan ushlading? Sadiya qizga salkam baqirib gapirdi. Qiz javob berishga ulgurmay Latofat xonim chiqib keldi. Sadiya qizim, tinchlikmi? Sadiyani avvaldan tanigan, kam gap deb yurgani uchun biroz hayron so'radi. Siz bunday gapirmasdingiz-ku? Oyijon, bu qiz o'g'lingizga boshqacha qarayapti. Doim atrofida o'ralashadi, dedi ko'zlari yoshlanib. Latofat xonim savol nazari bilan xizmatchi qizga qaradi. Xonim, keliningiz noto'g'ri tushundi. Men yiqilmaslik uchun Sherzod beyni ushlab qolgandim. Shuni noto'g'ri tushundilar. O'zini oqlashga urindi. Oyijon, o'tgan kuni o'qishdan kelsam, xonamizda o'g'lingizni kiyimlarini hidlab quchib turgan ekan, dedi Sadiya. Shu gap rostmi? Latofat xonim qizga qaradi. Oyijon, Sherzod tilga kirdi. Bu uyda 2 kelin, Mohira opa bor. Boshqa xizmatchi nega kerak? Sadiyaga asabiylash mumkin emas ekan. Ana nima ish bo'lsa Farangiz ikkisi qilishadi. 2 kelini bor uyda xizmatchilar ko'p bo'lishi shart emas. Sadiyaga qo'shilib, meni ham asablarim charchadi, dedi. Latofat xonim o'g'lini gaplarini tahlil qilar ekan, "Iye, aka sizlarga ham asabiylash mumkin emasmi?" deya Shahzod kirib keldi. Men ham kecha Farangiz asabiylashmasin deb kotibamni bo'shatib yubordim, dedi. Ikki o'g'lini gaplarini mag'zini chaqib Latofat xonim shuni angladiki, u yaqinda 2 nabirali bo'ladi. Bundan juda quvondi. Sherzod aytganidek 2 kelin va Mohira opa o'zlari uyni eplaydigan bo'lishdi. Aslida o'zbek xonadonlarida kelin bo'lsa xizmatchini hech keragi yo'q. O'zbek qizlari ota uyida qancha erka bo'lmasin, kelin bo'lgach har nega ko'nib yashay oladilar. Turmushni mushtiga ham chidaydilar. Aka, Sadishni bunaqa rashkchi bo'lishini bilmagandim. Hammasiga xotining sabab. Sadiyani qulog'iga rashk oyatlarini quyib yuribdi. Bu gapdan keyin aka-ukalarni shodon kulgusi yangradi. Oradan 10 oy o'tdi. Bugun Mehribonu hamda Baxtiyorni to'ylari. Mehribonu juda chiroyli kelin bo'ldi. Sadiya hamda Farangiz ikkisi ham qiz farzandli bo'lishgandi. Hozir ular 3 oylik. 2 chaqaloq atiga 10 kunga farq qiladi. Sadiya va Sherzodning qizi avval tug'ildi. Oradan 10 kun o'tib esa Farangiz va Shahzodning qizlari tug'ildi. Jajji malikalarga Hadiya va Farzona deya ism qo'yishdi. Mana butun oila bo'lib to'yga borishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Shirin hamda Dilnoza ham bu vaqtda ancha ulg'ayib, ko'zga ko'rinib qolishgandi. Dilnozani 1,5 yil avval opasini to'yda Shahzodni bir do'sti ko'z ostiga olib qo'ygandi. Yangi yil o'tsa 19 ga kirishi bilan Sherzodni o'rtaga qo'yib fotihalatib oldi. Ukasini do'stini yaxshiligi sabab qayni singlisiga yaxshi nomzod deya qaynotasini o'zi ko'ndirib berdi. Sadiyani baxtli qilgan kuyovi yomon yigit tavsiya qilmaydi deb dadasi rozi bo'ldi. To'y juda ajoyib o'tdi. Kelin kuyovlar bir-biriga yarashib hammani havasini keltirardi. Shiringa dadasini hamkori og'iz soldi. 2 yosh uchrashgach bir-biriga ma'qul keldi. Yaqinda uni ham unashtirish harakatidalar. Muxbira o'g'il farzandli bo'ldi. Xatolarini tushunib oilasiga vafo bilan yashashga qaror qildi. Sadiya shuncha chekkan qalb iztiroblari ortidan kelgan baxtiga shukr qilib yashaydi. U juda baxtli. O'sha Allohga ibodatda bo'lishni o'rgatgan. Qo'shni tumandagi ayolga rahmat aytadi. Ora-orada borib undan xabar olib turadi. U baxtli va bunga loyiq. Yoshligida onam meni nega suymaydi deya o'sdi. Vaqtlar o'tib, onam degani aslida o'z onasi emasligini bildi. Tuhmatga qoldi. Otasi tomonidan uydan haydaldi. Suygandan ayrilib, iztirob chekdi. Sabr qildi. Allohga ibodat qildi va baxtga yetdi. Mana yana bir hikoyani o'z yakuniga yetkazdik. Buning uchun sizlarga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Like bilan, kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Va bizda videolarimizni 10 ming, 15 ming, 30 minglab odamlar kuzatyapti, lekin kanalga obuna bo'lish, Telegramga obuna bo'lishlar esa juda ham kam. Shuning uchun mana kommentariyada Telegram sahifamni linki turibdi. O'tib obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Yangi yilgacha u kanalni ham mingta qila olamizmi degan savol bor.
Agarda mingta qila olsak, bitta yana bir orzuyim ushalgan bo'lardi. Va qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan-da sifatli bo'lgan hikoyalarni chiqarishda davom etaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha xayr.